tayyor remontli uy bo'lsa, shuni kirib yashasam, ipotekaga bosib yuborsam degan mijozlarimiz uchun aynan mana shunaqa uyimizni sotuvga chiqaramiz. Oylik to'lovlari 6 million 400 ming so'mdan bitta pasportga 18% ipotekaga qilib beramiz. Bu yoq tarafimiz uyimizni san o'zinglar ko'rishinglar mumkin, yaxshi smestilardan, yaxshi kafillardan olib kelib qo'yishgan. Oshxonamizni ko'ringlar, kattaligini, bitta nu tarafi mana shu kuxni mebel yasatib yuborsanglar bo'ldi, kamchilik qolmaydi. Shundoq kirib yashab oladigan joy. Avvalo remont yoqqan bo'lsa, hammamizga nasib qilsin deganlar videoga bitta like bosib ketishni unutmang. Uyimizni spalnisini ko'ramiz. Ranglarini qaranglar, chiroyli qilib remontlab qo'yishga men patlariga televizorlar qo'yib, gap yo'q bor. Endi esa uyimizni zalini ko'rsatib o'taman. Bu yoq tarafga o'ting, hurmatli operator. Ko'rishingiz mumkin zalini kengligiga 10-20 ta mehmonlar bemalol sig'adi. Yana qo'shimchasiga bu yoq tarafda o'zini balkoni ham mavjud do'stlar. Balkonimizdan mana shu O'rizor bozorini ko'rishimiz mumkin. Biz hozir O'rizor rezidensiyaga kelganmiz. Uyimiz 2 xona 58 metr kvadratdan tashkil topgan. Birlamchi ipotekaga xarid qilishingiz mumkin. Boshlanish to'lovi 23.500 dollar. Sizlar kelsanglar yana kelishtirib beramiz inshaalloh. Pastda nomerlar qoldirilgan. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.